Real Madrid fevral oyida qanaqa o'yinni kutyapti? 6 ta o'yinimiz bor ekan, 4 tasi La Ligada, 2 tasi esa Chempionlar Ligasida. Bataflechining ona sahifa muhrini menga podpis tashlab qo'ying. Real Madrid eng so'nggi xabarlar, yangiliklar mana kalamda bo'ladi. Xo'p, boshladik. Birinchi o'yinimizni fevral 1-sanasida 18:00 Rayo Vallecanoga qarshi Santiago Bernabeuda to'qnash kelamiz. Ikkinchi o'yin esa 9-fevral sanasida Valensiyaga qarshi 1:00 mehmonda tushamiz. Keyingi o'yinimizni 15-fevral sanasida Real Sociedadga qarshi 1:00 Bernabeuda qabul qilamiz. Keyingi o'yin esa 18-fevral sanasida Benfica bilan to'qnash kelamiz. Qasam sog'lanish kerak mehmonda. 23-fevral sanasida Osasunaga qarshi 1:00 mehmonda o'yinimiz bor. Fevral so'nggi o'yini 26-fevral sanasida Benficani Bernabeuda qabul qilamiz va bu o'yin bizning Chempionlar Ligasida keyingi taqdirimizni hal qiladi. Nima deb o'ylaysiz? 6 ta o'yindan nechtasini yutamiz?